Assalomu alaykum. Bugun sizga turar joy obyektlarini mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish, loyihalash talablari bilan bog'liq shaharsozlik normalari va qoidalari haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Avvalo, ta'mirlash yoki rekonstruksiya loyihalari mavjud uylarning tashqi ko'rinishi, arxitektura va estetikasiga mos bo'lishi kerak. Ya'ni yangi ko'rinish atrofdagi binolar bilan uyg'un bo'lishi zarur. Bino hovlisidagi trotuarlar, yo'llar, suv oqizish va drenaj tizimlari ham qayta ko'rib chiqilishi lozim. Obodonlashtirishda yerning xususiyatlari, iqlim va atrof muhit muhofazasi inobatga olinadi. Agar bino 5 qavatdan baland bo'lsa, lift loyihalash majburiy. Bu liftlar qariyalar va nogironlar uchun qulay bo'lishi kerak. Lekin lift shaxtasi turar xonalar usti yoki ostida joylashmasligi shart. Qayta jihozlashda mansarda qavati qurish, lojiya qo'shish, xonalar maydonini kengaytirish mumkin. Agar sanitariya va muhandislik talablari buzilmasa, yotoqxonada alohida hojatxona va yuvinish xonasini birlashtirish mumkin. Oshxona va mehmonxona birlashtirilishi ham mumkin. Lekin devorlarga zarar yetkazmaslik kerak. Birinchi qavatdagi xonadonlar esa keksalar va nogironlar ehtiyojlariga moslashtirilishi mumkin. Va eng muhimi, bino ichida va atrofidagi xonalarda tabiiy yoritish va shamollatish ta'minlanishi shart. Qo'shni binolarning insolyatsiyasiga, ya'ni quyosh nuridan foydalanish sharoitiga salbiy ta'sir bo'lmasligi kerak. Ushbu normalar qurilish va ta'mirlashda nafaqat qulaylik, balki xavfsizlik va ekologik muhitni saqlashni ham ta'minlaydi.